Молодец. Bu autizm elementlari bo'lishi mumkin. Bolani chaqirganda qaramasligi, boshqa bolalarga qo'shilmasdan yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'rishi va noodatiy qiliqlar chiqarishi bu autizm elementlari bo'lishi mumkin. Bu belgilar telefon va televizorlar, ya'ni umumiy qilib aytganda gadjetlardan uzoq va ko'p foydalanadigan bolalarda kuzatiladi. Agar farzandingizda yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, uni qulog'ini tekshirish emas, gadjetlardan voz kechish kerak. Men 10 yillik tajribaga ega bolalar va kattalar nevrologi, neyroreabilitolog Shahzod Shoh Yusupov 5000 dan oshiq shu tashxisdagi bolalarni yaxshi bo'lishiga sabab bo'ldik. Agarda farzandingizda yoki yaqinlaringizda uzoq vaqt telefon o'ynash natijasida kelib chiqqan mana shunday noodatiy holatlar kuzatilsa, bizga murojaat qiling va biz to'g'ri tashxis qo'yamiz va zamonaviy kerakli bo'lgan davo muolajalarni qilib beramiz. Ushbu videoni farzandiga telefon berib qo'yadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.